Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Arik televiziyasiga xush keldinglar. Bugungi siyosat maydoni suhbat programmamizda Turkiyaning Ankara shahrida yashayotgan Erkin Akram efendim bilan o'tkazgan suhbatimiz huzuringizda bo'ladi. Yoqtirib ko'rgaysizlar. Erkin efendim, siz yani çetellerde birden-bir tanılgan yani Uygurlarning şu siyasi stratejiya jihatdagi mutaxassis tadqiqotchi. Sizce yani şu hazır O'rta Osiyoda deyilmesen mesela Pakistan başçılığıda bu Şanghay yani Qozog'iston, Qirg'izistonla qo'shib Şanghay hamkorlik teşkilat bular qurildi. Yaqinda mesela Kambojadan yani başka devletlerden mesela 22 Uyg'ur bir, 17 bir Uyg'ur bir qaytarildi mesela bular. Hem qo'shnilarning hammasi Xitoylar bilan nayati yaqin bir munosabat qildi hozir qo'shni davlatlar. Hem Xitoy barliq kuchini mesela bu mesela Şanghay ishbirligini qurish hamda mesela Uyg'urlar uchun qaratilgan deb ba'zilar shuna bir qarashlar bu to'g'ri qarashmi sizcha? Ya'ni Xitoy bu nima maqsadlar bilan bu qadar bedellarni to'lab mesela hamda yoki sizcha yani bu şekilde davomlashaverib bu yani bizga bu qarindosh deb qo'yamiz-ku hamda bu qozoq, qirg'iz, o'zbeklarning bulardan her zaman bizga mesela ziyon kelaverami yoki bu sizcha ma'lum bir bosqich, ma'lum bir yillar yani ma'lum bir mezgil o'tgandan keyin biraz Uyg'urlarga bir yordamlashish va yoki yani bu to'g'risida sizning bir ko'z qarashlaringizni bir anglab boqgan bo'lsak. Xitoy yükselgen siri onun qo'shni davlatlarma ansirashning ichida yashaydi. Bunu tanlaydigan ikki yo'l bor. Birisi ya Xitoy bilan mücadele qiladi, kurash qiladi, ya da Xitoy bilan hamkorlik qiladi. Hozirgi vaziyatda Xitoyningki qo'shni davlatlar hammasi hamkorlikning ichida. Hamkorlik munosabati bor. Bu devletlerin arasındaki bu münasebet yani xalqaro munosabatda devletlerin arasında ebedep ötkendek menfaat münasebeti. Menfaatga to'g'ri kelib qolsa, u vaqtida bu hamkorlik munosabati davom qildi. Agarda ta'tir kelib qolsa, Xitoyga qarshi chiqa oladi. Ammo bu qo'shni davlatlar hammasi ojiz bo'lgandan keyin Xitoyga qarshi bir mücadele qilish yoki kurash qilish tez. Bunda bir ahvolda Uyg'urlarga jiq ziyon berdi. Ama Şarkı Türkistan meselesi O'rta Asiyodagi devletler için başka bir stratejik bir ahval var. Şarkı Türkistan meselesi devam qilgan bosqichlarda Qozog'iston uchun xavfsizlik jihatda bir foydaliq var. İqtisodiy jihatda foydaliq var. Çünkü eğer Şarkı Türkistan bu mesele oturdan kalkma ne diyorsun? Eğer Şarkı Türkistan meselesi oturdan yo'qolib ketsa, o zaman Qozog'iston, Qirg'iziston, Pokiston degan devletler hammasi Xitoy bilan yüz-yüze keladi. O yüz-yüze kelgan vaqtida o'zininki manfaatiga bo'libmi, iglik huquq va toprak bütünlüğüne ziyon berdi. Bundaq bir ahvolda har qanday devlet Muşu işki menfaatga to'qingan vaqtida cho'qim o qanchalik kuchli bo'lsa olsun shunun qarshi chiqadi. Agar bu chetdan o'ylaydigan bo'lsak, Qozog'iston va ya Xitoyningki qolgan qo'shni davlatlar Sharq Turkistondek bir masalaning davom qilishini xohlaydi. Bu maxfiy chetdan ko'ringan narsa, ammo ochiq bo'lgan taqdirda hamkorlik munosabatini davom qiladi. Misalga Xitoy pajinib ketdi. Misalga Xitoy Amerika urushib ketdi. Misalga Rossiya Xitoy bilan urushib ketdi. U vaqtida boshqa bir fursat tug'di. Ammo bu bir ehtimolni so'zlayapmiz. Hozirgi ahvolga qaragan chaqda bunda ehtimol ko'rinmayapti. Erkin efendim bu Hindiston meselesi mesela hazır. Hindiston bilan Xitoylar o'rtasida mesela bir qancha torbatlarda bu yaqinlarda bir xabarlar chiqdi. O'zaro xiris qilishayotgandek bu mesela. Bunun mesela bizning Uyg'ur davosiga biraz bir foydasini bo'lish ehtimoli bormi? Mesela bu voqeaning cho'ng'ayishi yoki bu şekilde
Hindiston agarda Sharq Turkiston va Tibetdagi masalalarni Xitoyga qarta bir siyosiy kozur qilib ishiltiman deb planlagan bo'lsa, onunga qarar bergan bo'lsa, vaqtida Uyg'urlarni ishiltidi. Tarixdan beri Uyg'urlarni ishlatgan cho'ng kuchlar ishiltib tashlab o'tgan. Vaqtida Uyg'urlar aşı çoğ devletler bilan qandaq valis oynaydigan, qandaq tangs oynaydiganni o'rganish lozim. Shu o'ynab yurib o'zining manfaatini qo'lga tushish lozim. Agar o'ynashni bilmasa, ayada ezilib tugab ketadi. Rahmat Erkin efendim, bu siz Türkiye'de yaşayapsınız. Türkiye hakkında bir iki kız siz de pesiniz, yani Türkiye Uygur siyasetiga bir yeni o'zgarishlar bo'layotamdi yoki o'sha 7-ayning 5-dan keyin xalqning hamda biz qarindosh degan shaklda bir shoirlarni to'g'lab yana shu besiqqancha yana besiqib yana asl holatiga o'tib qolyotamdi. Bu Turkiyadagi xalqlar yoki davlat haqida biroz ma'lumot bergan bo'lsangiz. Ham Turkiya xalqi Uyg'urlar bilan urug' tuqqan bo'lg'achqa qanday bo'lmasa hissiyot jihatda, tarix va madaniyat jihatda bir yaqinlik var. Uyg'urlarningki taqdirining bundaq bo'lishig'ima ko'ngli og'riydi. Qanday qilib bularga yordam qilsak deb o'ylaydi. Ammo men deb o'tgandek davlatlarning orasindagi o manfaat har qanday bir guruhninki yoki bir millatninki, kichik bir millatninki manfaatidanmi muhim bo'lg'achqa, ba'zanda Uyg'urlarningki bu mustaqil harakatlarga yordam qilmaydi, qo'llab-quvvatlamaydi. Türkiye hazır Şarkı Türkistan ya da Uygurlarga yürgüzülatgan siyaset şu kişilik hukuk çetti. Yani Uygur meselesi de vardı. Şarkı Türkistan meselesi demeydi. Şarkı Türkistan meselesi dese müstakillik meselesi oldu. Eğer de Uygur meselesi diyen olsa o bir etnik meselesi oldu. Ama Türkiye bu etnik meselesini oturup koyuyordu Xitayga. O Uygur kişilik hukuk. O Uygurlar yaxşı yaşasa biz mi korsan bulumuz? O Uygurlar mutlu olsa, hoşal kuran olsa, biz mi hoşal kuran bulumuz deb bunu ta'kidladi. Ondan keyin bu Uygurlar iki devletning munosabatini kuchlantiradigan medeniy bir ko'rik olsun deb tirishibdi. Yani bu ko'rik shakllangandan keyin hem Uygurlarningki hozirgi kishilik huquq jihatdagi meselelerni qo'g'day oladi, hem de Xitoy bilan bo'lgan munosabatini güçlendireleydi bu körüknin vasıtasıyla. Çünkü Türkiye'ye taraqqiy qilayotgan bir devlet bo'lgandan keyin chet eldan kelgan mablag'larga ihtiyoji bor. Ondan keyin Birleşken Devletler'de daimiy komitesininki a'zosi bo'lgan Xitoyning xalqarodagi ta'siridan foydalanmak isteydi. Şununla Asya'da yükselayotgan bir kuchni ko'may başka işini qilib bo'lmaydi. Yani o bir kuch, bir real. Şununla Türkiye mi Xitoyga bilan düşman bo'lib, o bunu qilmaydi. Çünkü devletlerin arasındaki munosabat bunday emas. Yani kişilerin arasındaki munosabatga o'xshamaydi. O yaman farklı bir narsa. Şununla Türkiye bir yanda Uygurlarningki o kişilik huquqlarini qo'g'daymiz deb tirishibdi. Bir yanda Xitoyning igilik huquqiga, toprak bütünlüğüge hürmet qilamiz deb ifoda qilyapti. Hamda Xitoy tarafı buni qanchalik ishindi? Çünkü ani deb turib, ma'ni qilmoqchimi deb Xitoymi gumon qilyapti. Shuningcha bu da Türkiye'ge ait Çin inkaslarını ko'rsatdi Xitoy tarafı. Türkiye'mi Xitoyga qarta Uygurlar meselesinde Çin ko'rsatdi. Ama qisqa bir zamandan keyinla Xitoymi yumshadi, Türkiye'mi yumshadi, çünkü iki devletin arasında bunday krizler devam qilsa bo'lmaydi. Xitoymi Türkiye'ge mablag' salamiz deb birinchi qatimda 3 milyar dollarlik mablag'ni salamiz deb so'z bergandan keyin Türkiye'mi buningga memnun qolg'achqa hozir ikki tarafning munosabati yaqinlashyapti. Yaqinda Xitoyningki bosh ministri Bin Jaboning Türkiye ziyaretinden kim belki iki devletin arasındaki o gergin ve ziddiyet çıkan o ahvalla asta yok, belki bu vakadan evvelki o münasebetinin ahvalığı düşüşü mümkün. Eğer aslında bu ahvalasında Türkiye'deki hazırki teşkilatlarını qo'llayotgan, yani ictimai teşkilatlar veya ki halklarning biraz yani pasif qilish mumkin mi?
Bu ihtimal var, pesiyişinin ihtimali var. Ama bek tövenge düşüp ketmeydi. Ebemen degендek Türkiye'deki halk Uygurlarga yistakçılık bildirdi. Türkiye'deki reisler, meyli ministri olsun, meyli baş ministri olsun, cumhur reisi olsun, bunlar saylan bile kilidi. Bunlar halkının ki bir avazı bile kilidi. Eğer halkının vicdanını ve bu cemaat fikirge xilap kelgen vaqtida ular ovoz alamagandek, bularni baş ministr mi bolamaydi, cumhur reisi mi bolamaydi. Bundaq degan vaqtida Uygurlarning Sharq Turkiston tashkilotining Türkiye'deki faaliyetler yo'qolib ketmaydi. Ama bekle evci, bekle yükselip ketemeydi hamda. Bu bir vaziyet ama akıl işletken takdirde ebeki ahvalını özgertilme bulur. Hem nimeden üstün akıl gücü. Ekrem efendim bilen ötküzgen söhbetimiz huzurunlarda buludu. Yaktırıp kögeysizler. Erkin efendim, siz yani çetellerde birden bir tanılgan. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon köyçiler. Erik televizyonuna hoş geldinler. Bugünkü siyaset meydanı sohbet programımızda Türkiye'nin Ankara şehrinde yaşayotgan Erkin